Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Robosmart platformasiga xush kelibsiz. Bugun ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursimizning ikkinchi darsini boshlaymiz. Ikkinchi darsimizning mavzusi algoritm tushunchasi va mavhum ma'lumotlar turi haqida to'xtalamiz. Keling birinchi bo'lib algoritm tushunchasi to'g'risida to'xtalamiz. Xo'sh, algoritm nima? Algoritm bu ijrochi bajarishiga mo'ljallangan buyruqlarning izchil ketma-ketligi hisoblanadi. Algoritm atamasi buyuk vatandoshimiz Muso al-Xorazmiy nomi bilan uzviy bog'liq. Ya'ni al-Xorazmiyning algebraga oid risolasi 12-asrda Yevropaga lotin tiliga tarjima qilinadi. Va risola dediki al-Xorazmiy iborasi bilan boshlanadi va uning lotinchadagi tarjimasi Dixit algoritmi deb tarjima qilinadi. Va mana shu atamaning butun dunyoda ommalashishi algoritm atamasining butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'lgan. Keling zamonaviy algoritmlarni bir klassifikatsiya qilsak. Zamonaviy algoritmlar hozirgi kunda 4-5 va undan ortiq klassifikatsiyalarga bo'linadi. Birinchi hozirgi kunda juda ham mashhur algoritmlar bu machine learning algoritmlari, ya'ni mashinalar o'rganish algoritmlari hisoblanadi. Bularga deep neural networks, ya'ni deep learning neyron tarmoqlari, kompyuterni ko'rish vazifalari, NLP tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar qo'llaniladi. Klasterlash algoritmlari, Kinin algoritmi, ya'ni ma'lumotlarni klasterlarga ajratish algoritmlari. Ikkinchi guruhda optimallashtirish algoritmlari, ya'ni genetik algoritmlar kiradi. Yoki gradientga tushish algoritmlari, bular optimallashtirish algoritmlari bo'lsa, uchinchi tur ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlari. Bu taqsimlangan tizimda big data, ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun foydalaniladi. To'rtinchi tur bu axborot xavfsizligi uchun qo'llaniladigan kriptografiya algoritmlari. Va beshinchi tur algoritmlar grafiklar bilan ishlaydigan, graf ma'lumotlar strukturasi bilan ishlaydigan, Dijkstra, ya'ni eng qisqa, eng arzon yo'lni aniqlaydigan algoritmlar hisoblanadi. Ushbu algoritmlar turli sohalarda, moliya, sog'liqni saqlash, texnologiya, umuman ko'plab sohalarda keng qo'llaniladigan zamonaviy algoritmlar hisoblanadi. Keling algoritmni o'ziga to'xtalib o'taylik. Algoritm nima? Algoritm tushunchasi 9-asrda yashab ijod etgan buyuk bobokalonimiz Muhammad al-Xorazmiy nomi bilan uzviy bog'liq. Al-Xorazmiyning Dixit algoritmi, ya'ni dediki al-Xorazmiy atamasi aynan algoritm atamasini butun dunyoda mashhur bo'lishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Umuman algoritm tushunchasini biz hozir ishlatadigan aniq shakli 20-asr boshlarida Gilbert, Gödel, Klein, Church, Post, Turing, Weiner, Markov singari olimlar asarlarida keng qo'llanilgan. Eng qadimiy raqamlar algoritmlardan biri Evklid algoritmi hisoblanadi. Aynan bu algoritm ikki sonning eng katta umumiy bo'luvchisini topishga asoslangan algoritm. Algoritmni zamonaviy nazariyasi nemis matematiki Kurt Gödel tomonidan 1931-yilda o'zining rasmiy izchil aksiomalar tizimi doirasida muammolar mavjudligini ko'rsatgan. Algoritm nazariyasi bo'yicha birinchi fundamental tadqiqotlar 1936-yilda Turing mashinasi Post va Church tomonidan lyamba hisobi ko'rinishda taqdim etilgan. Algoritm bir nechta ta'riflar mavjud va bu ta'riflar algoritm belgilaydigan cheklangan qoidalar to'plami, muayyan vazifalar to'plamini hal qilish uchun amallar ketma-ketligi sifatida keng shakllangan. Kolmogorov tomonidan algoritmga bu qat'iy belgilangan qoidalar asosida bajariladigan har qanday hisoblash tizimi, bu bir qator bosqichlardan so'ng aniq qo'yilgan masalalarni hal qilishga olib keladi degan berilgan bo'lsa, ta'rif Markov tomonidan algoritm bu har xil boshlang'ich ma'lumotlardan kerakli natijaga o'tadigan hisoblash jarayonini belgilaydigan aniq ketma-ketlik sifatida ta'rif berilgan. Algoritm nazariyalari 1960-70-yillarda quyidagi tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha shakllangan. Birinchi yo'nalish bu algoritmning klassik nazariyasi, ya'ni rasmiy tillar nuqtai nazaridan masalalarni shakllantirish, yechuvchanlik muammosi tushunchasi, murakkablik sinflarini kiritish tushunilsa, ikkinchi yo'nalish bu algoritmlarni asimptotik tahlil qilish nazariyasi, ya'ni algoritm murakkabligini baholash kriteriyalari, asimptotik baholash, rekursiv algoritmlar uchun murakkablikni aniqlash, bular hammasi ikkinchi yo'nalish tadqiqot nazariyasi hisoblanadi. Uchinchi yo'nalish bu hisoblash algoritmlarini amaliy tahlil qilish nazariyasi bo'lib, bunda funksiyalarning intervali tahlil qilinadi, algoritm sifatining amaliy mezonlari, ratsional algoritm tanlash metodikasi tahlil qilinadi. Algoritm nazariyasida hal qilingan maqsad va vazifalar bu tushunchani formallashtirish, muammoni algoritmik yechimini tasdiqlash, vazifalarni tasdiqlash, algoritm murakkabligini asimptotik tahlil qilish,
rekursiv algoritmlarni o'rganish, sifatini qiyosiy baholash mezonlarini ishlab chiqishdan iborat. Endi biz maktab sinflaridan bilamizki, algoritmning 5 ta asosiy xossasi bor. Birinchi xossa bu diskretlilik, ikkinchi xossa tushunarlilik, uchinchi xossa aniqlilik, to'rtinchi xossa ommaviylik, beshinchi xossa natijaviylik. Bu xossalar bilan siz maktabda yaxshilab tanishgansiz. Endi o'tgan darsimizda biz ma'lumotlarning strukturasi haqida ma'lumotga ega bo'ldik va bugun biz algoritmni tasvirlash usullari haqida keng tushunchaga ega bo'lamiz. Inson hayoti davomida har kuni katta-kichik vazifa va masalalarni yechishga to'g'ri keladi va bu jarayonda bizga algoritmni tasvirlash usullari yordam beradi. Algoritm 5 xil ko'rinishda tasvirlanadi. Ya'ni so'zlar yordamida, formula yordamida, jadval yordamida, grafik shaklda va dastur shaklida tasvirlanishi mumkin. So'zlar yordamida tasvirlanishi, masalan, tomonlarga ko'ra to'rtburchakning perimetri, diagonali va yuzasini topish masalasini mana ko'rib turganingizdek so'zlar yordamida ifodalayapmiz. Demak, har doim algoritm boshlansin va yakunlanishi ham tugatilsin so'zlar bilan yakunlanadi. Boshlansin, tomonlar qiymati kiritilsin AB, perimetr qiymati hisoblansin P, diagonal qiymati hisoblansin D, yuzasi hisoblansin S va 6-qadamda perimetr, diagonal, yuza qiymatlari chop etilsin va tugatilsin orqali dastur kodini algoritm qadamlarini yakunlaymiz. Xuddi shunday formula yordamida ifodalanishida algoritm boshlanishi, to'rtburchak tomonlari AB qiymatlari aniqlansin. Bu yerda endi P ni o'rniga 2A plus 2B formulani, D ni o'rniga ildiz ostida A kvadrat plus B kvadrat formulani, S ni o'rniga A ko'paytirilgan B formulalarini berib, keyin P, D va S qiymatlari chop etilsin va tugatilsin buyruq yordamida tugallaymiz. Xuddi shunday jadval ko'rinishida ifodalanishi bu yerda ko'pincha shunaqa masalalar bo'ladiki, biz ularni jadval ko'rinishida berishimizga to'g'ri keladi va bu ko'rinishda biz algoritmni jadval yordamida ifodalanishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Va eng muhim jihat bu grafik shaklda ifodalanishi, ya'ni algoritmlarni grafik shaklda qanday ifodalaymiz. Algoritmlash asoslarini o'rganishning eng qulay grafik shakli bu blok sxema usuli. Blok sxema yo'nalish chizgiklari orqali tutashtirilgan ma'lum bir buyruq va ko'rsatmalarni aks ettiruvchi maxsus geometrik shakl, ya'ni bloklardan tashkil topadi. Masalan, avval bloki bu algoritmni boshlash va tugallanishi uchun ishlatiladi. Mana bu parallelogram esa kiritish chiqarish bloki bo'lib, dastlabki ma'lumotlarni kiritish yoki olingan ma'lumotlarni chiqarish uchun xizmat qiladi. Mana bu to'rtburchak bloki bu funksional blok bo'lib, qiymat berish yoki kerakli ko'rsatmalarni bajarishga xizmat qiladi. Mana bu romb va ikkita yo'nalishli strelkadan iborat mana bu geometrik shakl muqobil blokni berish uchun xizmat qiladi, ya'ni shartni tekshirish orqali algoritmning bajarilish yo'nalishini ko'rsatadi. Mana bu 6 burchak bu sikl bo'lib, parametrlar takrorlanish jarayonini tashkil qilishda qo'llaniladi. Mana bu qism dastur bloki, ya'ni oldindan yaratib qo'yilgan funksiyamizni yordamchi algoritm sifatida chaqirib olishimiz mumkin. Agar natijalarni bosib chiqarish kerak bo'lsa, agar xabarlarni chop etish blokidan foydalanamiz. Mana bu yo'nalish bloki, mana bu esa izlashtirish bloki. Keling endi mana shu bloklardan foydalanib algoritm turlarini tasniflab chiqamiz. Algoritm turlari 3 turda bo'ladi. Bular chiziqli algoritmlar, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar. Aynan mana shu 3 ga bo'lishni 20-asrning 70-yillarida Golland olimi Edgar Dijkstra tomonidan fanga kiritilgan. Ya'ni har qanday algoritm uning nima maqsadda tuzilganligi va murakkabligidan qat'iy nazar 3 ta ketma-ketlik, tarmoqlanish va takrorlanish algoritm konstruksiyalaridan foydalangan holda yozilishi mumkinligi haqidagi g'oyani Edgar Dijkstra fanga kiritgan. Birinchi o'rganadiganimiz bu chiziqli algoritm. Chiziqli algoritmda barcha ko'rsatmalari hech qanday shartsiz faqat ketma-ket bajariladigan jarayonga aytiladi. Masalan, oddiy chiziqli algoritm bu blok sxema ko'rinishida yozsak agar, choy damlash algoritm ketma-ketligi. Ko'rib turganingizdek, bu algoritm ketma-ket bajarish asosida natijaga erishadi va chiziqli algoritmga misol bo'la oladi. Ana endi ikkinchi algoritm turini ko'rib chiqamiz. Mana bu ikkinchi misolimizda ham S masofani hisoblash algoritmi so'zlar va blok sxema ko'rinishida tasvirlangan. Bu yerda ham bu chiziqli algoritm bo'ladi. Ma'lumki, har birimiz uydan to o'qish joyimizgacha yoki ish joyimizgacha kelgunga qadar qanaqadir S masofani bosib o'tamiz va bu S masofa toki avtobusga yetib kelganimizcha piyoda yuramiz qanchadir A masofa va keyin siz bilasiz, shahar ichida 60 tezlikda harakatlanayotgan T vaqtda biz avtobusda bo'lsa agar umumiy bosgan yo'limizni S barobar A plus S1 va S1 60T formula orqali aniqlash algoritmi bu yerda tuzilgan. Ana endi tarmoqlanuvchi algoritmni birgalikda ko'ramiz. Tarmoqlanuvchi algoritm bu qandaydir mantiqiy shartni tekshirish asosida
harakat yo'nalishi o'zgaradigan algoritm hisoblanadi. Ya'ni tarmoqlanuvchi tuzilish shart tekshirish natijasiga ko'ra ha yoki yo'qga qarab ikki yo'ldan birini tanlash imkoniyatini beradi. Ya'ni ko'rsatilgan tarmoqdan faqat bittasini bajarishni ta'minlaydi. Bu tuzilmalar asosan ikki xil, to'liq va qisqartirilgan ko'rinishda berilishi mumkin. Mana bu qisqartirilgan ko'rinishi, mana bu to'liq ko'rinishi. Agar shart rost bo'lsa, u holatda ko'rsatmalar guruhi bajariladi, yolg'on bo'lsa agar to'g'ridan-to'g'ri keyingi qadamga murojaat qilinadi. Mana bu holatda esa rost bo'lsa ko'rsatmalar guruhi birinchi ko'rsatmani, yo'q bo'lsa ko'rsatmalar guruhi ikkini bajarishga to'g'ri keladi. Va bu tarmoqlanuvchi algoritmga misol bo'la oladi. Keling endi misol ko'ramiz. E'tibor bersangiz agar, mana bu yerda agar a soni musbat bo'lsa, uni kvadratini chop etish algoritmi blok sxema ko'rinishida berildi. Demak, bu yerda tekshiryapmiz. A kattami 0 dan ha bo'lsa agar, unda a ni a ga ko'paytirib va algoritmni tugallab buyrug'i beriladi. Ikkinchi misolga e'tibor bersangiz agar, bu yerda a va b sonlardan kichigini topish algoritmi ko'rilyapti. Demak, bu yerda a kichikmi b dan shart beryapmiz. Agar ha desa, natija sifatida a ni chiqar. Aks holda natija sifatida b ni chiqar. Algoritmini mana bu yerda ko'rib chiqdik. Mana bu holatda Evklid algoritmi berilyapti. Evklid algoritmi ikkita a va b sonning eng kichik umumiy bo'luvchisini topishga asoslangan algoritm. Juda ham muhim algoritmlardan biri hisoblanadi. Algoritmning ishlash prinsipini tahlil qilib, natija nima chiqarayotganini tahlilni siz o'zingiz mustaqil o'rganib chiqasiz. Endi takrorlanuvchi algoritmlarni ko'ramiz. Takrorlanuvchi algoritm biror shart tekshirish yoki qanday parametrning har xil qiymatlari asosida takrorlanish yuz beradigan jarayon hisoblanadi. Agar tabiatga, atrofimizga nazar soladigan bo'lsangiz, sodir bo'layotgan voqealarda siklik jarayon borligini, ya'ni takrorlanuvchi jarayon borligini kuzatishingiz mumkin. Masalan, fasllar almashish, masalan, kun va tunni almashish yoki oydagi kunlar almashish. Mana bular hammasi takrorlanuvchi siklik jarayon hisoblanadi. Va siklik jarayonni quyidagi holatlarni ko'rib chiqyapmiz. Demak, birinchisi, toki shart ko'rsatmalari, ya'ni shart rost bo'lganda ko'rsatmalar guruhi bajariladigan holatni mana bu holatda ko'ryapmiz. Ikkinchi holatga e'tibor bersangiz, ko'rsatmalar guruhi avval bajariladi va shart tekshiriladi. Shart yolg'on bo'lsa, yana ko'rsatmalar guruhi bajariladi. Mana bu holatda esa parametr a dan b gacha bo'lgan holatda mana bu ko'rsatmalar guruhi toki b minus a plus 1 dona takrorlanish hosil bo'lgunga qadar jarayon amalga oshiriladi. Undan tashqari tarkibda bir necha turdagi algoritmlar qatnashgan algoritmlarni ham ko'rib chiqamiz darslarimiz davomida va bular aralash kombinatsiyalashgan algoritm deyiladi. Masalan, ushbu misolda sinfda 25 nafar o'quvchi bor. Qancha o'quvchi informatika fanidan a'lo baho olganligini algoritmi aniqlash tuzilgan. Mana bu yerda sanagichimizni boshlang'ich qiymatini 0 deb olamiz va i parametrimiz 1 dan 25 gacha bir qadam bilan o'zgaradi. Mana bu yerda toki 25 dona talabani qiymatlari kiritilib, bu yerda a'lo baho olganlar soni chiqariladi. Endi bu yerda kiritishni boshlaymiz. Agar baho aynan 5 ga teng bo'lsa, agar u holatda k ni qiymati bittaga oshadi va yana takrorlanish davom etadi. Yo'q bo'lsa ham takrorlanish davom etib boradi va natijada biza natija sifatida informatika fanidan necha kishi a'lo baho olganini oxirida ekranga chiqarib algoritmni yakunlaymiz. Ikkinchi masala, sizga mustaqil topshiriq sifatida berilgan masalani tahlil qilib, natijalarni o'zingiz tahlil qilasiz. Keyingi masalamiz ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tenglamani yechimlarini topish algoritmini blok sxema yordamida o'zingiz tuzib chiqasiz va jarayonlarni tahlil qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, ikkinchi darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.